Hoş yago işlesem deb yandırıp kete kalıp ama. Alaka çılan çötkülüğe vaqtida yago gilinglar ketip ya tatlıq ya ki bir qırtaqdan boğalıqdan deb ketem dedim. Men aşı xil genjek tabiye toyen ve hoşam yok. Şunun bilen ma tondina yagosunu bek tanlap ketkendi boptu bir ekip baqa deb yolpustan degan boğaçqa. Men yolpustan bek yaxshi ko'rmanchi. Bir çayxanaga kirib qalsammi, cho'qim yolpusdan çay içishga uydim yolpusdan chiqaraq tanlab qolman. Ma yagon işletkenning yazı menda deydigan ishlar tugdi. Andan keyin anaqa mana og'zim cho'tqilab atigi qopsam og'zim bir xil sesiq turaydi. Hozir unda ahvollar tugdi. Men tishimni oqatib turdi deb sotmayman juma. Deydigan narsa faqat tishing tozlig'ini asrab turadigan narsa. Tishimlikning oldini oldi, yallig'larning oldini oladigan narsa. Lekin meni say bergan tavsiyalarim magiyalik qilib cho'tqilagan vaqtda bir xil ko'nglimni ilishtirib, ishti cho'tqilida degimga ketdidek anda ne romganchi unda ganji bermaydi ekan. Faqat bir xil yolpuzdan uyqungiz ochama og'zini cho'tqilab olsangiz bir xil lab bitkazib ochasiz.